Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan Trompik saytidan ajoyib strategiya ko'rsataman. Do'stlar, mana shu strategiya orqali bemalol balanslaringizni 50% gacha xavfsiz tarzda oshira olsangiz bo'ladi. Video davomida sizlarga mana shu Trompik saytiga hozir sizlar bilan 100 tron kiritib o'tamiz va mana shu 100 tronni 150 tron qilib olishni ko'rsataman. Videorolikda davomida misol uchun mana shu strategiyani oxirigacha ko'rib batafsil tushunib olsangiz bo'ladi va qanday ishlatilishini ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Birinchi navbatda biz mana depozit kiritib olamiz. Mana bu tugmani ham bossak bo'ladi, yo mana bu tugmani ham. Hozir qarang, depozit kiritish uchun bizga mana bu misol uchun adres bergan. Mana shu adresni nusxalab olamiz. Nusxalab olganimizdan so'ng do'stlar, hozir biz mana shu adresga pul tashlab olishimiz kerak bo'ladi. Hozir 100 tron kiritib olamiz. Do'stlar, mana hozir bizning hisobimizga mana 100 tron kiritib oldik. Endi qarang. Hozir mana games degan bo'limga o'tamiz. Qarang, sizlarga hozir mana shu strategiyani ko'rsataman. Qarang. Ushbu strategiya DICE o'yinida bo'ladi. Misol uchun qarang. Hozir sizlarga o'ynashni ko'rsataman. Qarang. Mana bu joyga misol uchun biz 1 trondan qo'yamiz. Chunki nimaga? Hisobimizdagi balansning 1% ni qo'yamiz. Ya'ni strategiyani tuzilishi mana shu hisobdagi misol uchun pulni 1% ni qo'yamiz. Misol uchun sizning hisobingizda 100 tron bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 1 trondan qo'ying. Agar 50 tron bo'ladigan bo'lsa, 0.5 trondan qo'yasiz. Agar 10 tron bo'ladigan bo'lsa, 0.1 qo'yasiz. Ya'ni 1%. Qarang. Strategiya xuddi shundan iborat. Misol uchun ketma-ket biz 4 marta yutqazish kutamiz. 4 marta yutqazish. 4 marta yutqazishni kutganimizdan so'ng, misol uchun biz 4 marta yutqazamiz. Yutqazganimizdan so'ng hisobimizda misol uchun 5%, ya'ni 5 trondan qo'yaman. Ya'ni 5%. Mana qarang, endi mana 2x ni bosaman, ya'ni 10%. Misol uchun mana ko'rishingiz mumkin, mana yutdik. Endi mana buni yana qaytarib shu 1 trondan o'ynab boramiz, ya'ni ketma-ket 4 marta yutqazamiz. Yutqazgandan so'ng 5%. 5% ekan. 5% dan misol uchun agar yutqazadigan bo'lsa, yana bizlar 2x ni bosib davom etamiz. Misol uchun 5%, 10%, 20%, 40%. Xuddi shunaqa bo'ladi. Lekin baribir misol uchun yutish mumkin. Albatta bu misol uchun moliyaviy tavsiya emas. Men misol uchun shu strategiya orqali sizlarga hozir balansni ko'paytirib ko'rsataman. Do'stlar, mana 4 marta yutqazish bo'ldi. Endi qarang, mana hozir biz mana bu joyda mana 5 trondan qo'yaman. Mana ketdik. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi, yutdik. Endi mana buni yana qaytarib 1 trondan qo'yamiz. Do'stlar, xuddi shunaqa tartibda ketdik. O'ynab boramiz. Ya'ni hozir zimmaketan 4 marta yutqazasiz, keyin 5%, keyin 10%, 20%, xuddi shunaqa ketasiz. Menimcha tushuntirdim deb o'ylayman. Qarang, bu yerda hozir ketdik. Do'stlar, mana 4 marta emas, 5 marta bo'lib ketibdi. Hozir mana 5 trondan qo'yaman. Mana 10 tron ketdik. 20 tron. Mana ko'rishingiz mumkin, mana yutdik. Shuning uchun 5% deganman do'stlar. Mana hozir yana ketma-ket 4 yutqazish bo'ldi. Hozir mana 5 trondan qo'yamiz. Mana yana yutdik. Shu qaytarib yana davom etamiz. Do'stlar, davom etamiz. Hozir mana 3 ta yutqazish. 4-inchisi o'xshamay qoldi. Mana davom etamiz. Videomiz cho'zilib ketishi mumkin. Shuning uchun do'stlar, 4 ta yutqazish o'tdi. Mana keyin 5 tron, 10 tron, mana 20, 132. Ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi risk bor. E'tiborli bo'lasiz. Ketdik. Maqsad 150. 4 yutqazish, opa, ketdik 5 tron. Mana 136. Yaxshi. Ketdik shu yana 1 trondan. 4-inchisi o'xshamay qoldi, mayli.
qarang, mana o'ynaymiz. 3 deb qolish. 4 yutuq. Do'stlar 4 deb qoldi, mana 5 trondan ketamiz. 10 tron, 20 tron, mana yutdik. Hozir yana qaytarib qo'yamiz 1 trondan. Do'stlar videoni to'xtatdim. 5 deb qolib turibdi. Mana 5 trondan qo'yaman. Ketdik, mana yutdik. Hoppa. Xuddi shunaqa tartib bor do'stlar. Endi videoni to'xtatib qo'yaman chunki video ja uzunroq ham bo'lib ketyapti. Do'stlar videoni davom etaman. Bizda hozir mana 144 ga chiqdi. Mana qarang, ketma-ket 5 deb qolib ketdi. Mana 5 trondan bozaman, ketdik. 10 tron. Mana 146. Hozir 100 ga chiqarib olamiz shunaqa tartibda. Sekin-sekin o'ynab chiqaraversangiz bo'ladi. 4 yutqazish, 5 trondan ketdik. 146. Hozir ketma-ket 4 yutqazish. Yana 5 tron. Yana 1.20 qaytaramiz. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bizning strategiyamiz ish berdi. Mana 50% ga oshdi, ya'ni 151. Buni endi hozir sizlar bilan birgalikda chiqarib olamiz. Xuddi shunaqa tartib do'stlar ishlab borsangiz bo'ladi. Ko'rdingiz, strategiya misol uchun ish berdi. 1% dan misol uchun qo'ydik. Izim marketdan 4 ta yutqazishdan so'ng, ya'ni 5% dan qo'yamiz. 5% dan qo'yamiz. Agar yutqazadigan bo'lsak, misol uchun 2x ta ustiga bosib, ya'ni 5%, 10%, 20%. Xuddi shunaqa tartibda ketadi do'stlar. Bu moliyaviy tavsiya emas, prosta men o'zim sizlarga misol uchun mana pul kiritib ishlab beryapman. Mana 151 bo'ldi. Mana videomiz ham 10 minutdan oshib ketdi, lekin misol uchun sizlarga ko'rsatib berdim. Bu strategiyani bir kunda bir marta ishlating. Misol uchun har doim ham ishlatib bo'lmaydi. Endi hozir pulni yechib olamiz sizlar bilan birgalikda.